Faqat endi o'zbekistonliklar Amerika Qo'shma Shtatlarida yoki Nyu-York shahrida Otabek Mahkamov aytgandek katta xolasini uyida yurgandek yura olishadimi? Gap nima haqida ketmoqda? AQShning Nyu-York shahriga tarixda birinchi bor musulmon odam mer bo'lib saylandi. Asli kelib chiqishi ugandalik bo'lgan 1991-yilda tug'ilgan Zohram Mamdani saylovda g'olib bo'ldi va uning saylov nutqida aynan ta'kidlab o'tdi. O'zbeklarga va o'zbek hamshiralariga mana bu saylovda g'alabam uchun minnatdorchilik bildirib o'taman deb aytdi. Va uning yana bitta siyosiy nutqi ham bor. U aytadiki, agar Nyu-York shahriga Isroil rahbari Benyamin Netanyahu keladigan bo'lsa, men uni darhol hibsga olishga buyruq beraman deb. Sizning fikringiz qanday? Nima uchun u o'zbeklarni maqtab o'tdi? Va endi Nyu-Yorkdagi o'zbek vatandoshlarimizga qandaydir o'zgarishlar bo'ladimi?